Qumliqqa kiray. Heliqi qiz bilan mo'mayni ushlatib qolsam ajab emas. Men Qaysof-ku, qumliq degan odatdagi joyda emas-chima? Bir qitim chirpaqsizlar, hamma fuqlar. Bo'lmaydi, das bo'lmaydi unga chidaq yagishmisizlar. Sil degan qushbiroq qiz aynab, butun qumliqning malikasi maqma. Sen ko'rgan ba'zi narsalar qumliqning maxfiyati. Bek ko'p narsani ko'rib ketganlar va bilib ketganlar bu qumliqdan chiqolmaydi. Qaraganda xatarlik yoki amdi kelgan o'xshaymiz. Ammo o'shar bolalar. Hammang bishing deysan. Men uni o'zining po'qini o'zi yeydigan saran qilib qo'yay. Qumliqning o'ttirisida adam nima eshitganda? Qum xalqim ekan deyman. Ma ukamiz tansingda chiroyli bo'lganda ekan, biroq jin olvosining yavitishi aniq deyman. Voy, olmay. Qaylab yig'slar oyaga. Bir adam gul xayondirib o'ltirdi. Bizni qo'g'layotgan Mushu chopanga. Makanda ko'rganlarim nomli cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar 5-qism. Biz shu saqlagancha 3 kun saqladik. Bu 3 kun Manga xuddi 3 yildak uzoq bilinib, ichim titillashga boshladi. Oxiri chidab bulanmay, Van boshliqning yiniga kirdim. Van boshliq, biz nadiki odamni saqlab o'ltirmay, meni yevasak bo'lmasmi? Mening mang'im bor. Lekin u odam teg'i kelmadi. Shunga oldirab ketmay saqlab boqayli. U bek yolg'onchi odamkan. Keliman deb qo'yib kelmagini nimasi? Kelgan taqdirdimi? Undaq yolg'onchi odamning bizga nima keragi deyman? Yo'q ukam. U odam bizning o'zini saqlayotganligimizni bilmaydi-da. Amsi tunogin u biz bilan birga boradigan bo'ldi degan-ku. Biz uning bo'g'isi bilan paranglashgan. Uning bo'g'isining deyishicha, u odam qumliq pishiq ekan. Burunmi ko'p qitim qumliq yetakchisi bo'lib boqibdi ekan. Men mahalladagilarni surishtisini qilib boqdim. Mahalladagi hammalar uni bak maqtab ketishdi. Bundaq odamni elib olsak, bizga cho'ng foydasi tegadi. Shunga yana birdam saqlab boqayli, ha? Ma'qulamsa. Lekin biz uni saqlagan bilan u kelib boshqa ishim bor deb turibsiz-ku. Agar mumkin bo'lsa, uning uyiga bir berib gapni ochiq qilib etsak. Van boshliq gapimga qo'shilgandan keyin mening taklifim bo'yicha Van boshliq ikkaylan heliqi odamning uyiga keldik. Biz uning uyiga kelgan chaqda eshik oldida 100 yoshdan halqiganda ko'rindigan bir buvoy o'ltiradi. Balkim bu hiliqi Van boshliq gapini qilgan odamning buvisi bo'lsa kerak. U bizni ko'zga ilmidimi yoki boshqa sabab bormi? Bizni ko'rib ahvol so'rash u yoqda tursin, kassasining burjigini midiriltibmi qo'ymadi. Bu o'lgir qeri. Bo'yning qatishib o'lasan. Ichimda uni tilg'ash Van boshliqqa dedim. Ketamdiq ya. Qarang, buvisi shundoq adabsiz odamkan. O'g'li qanchalik bo'lmoqchi edi? U odamning quliqi anglamaydi ekan, ko'zimi ko'rmaydi ekan. Quloq tugib berib o'llik vaqirsa andin anglaydi. Apla, mandamiti ya. Cho'ndada, o'g'illari keldimi? Ha? Yo'q, kelmadi balam. Lekin qapqam yomon tortdi shu. Shunga cho'qim bugun kelamtiki deytma. Ha, ma'qul. Lekin o'g'illari biz bilan berishga urmay qolmasa? Xotirjam bo'ling balam. Saqlig'ingizning hurmatini deb bo'lsa-mu, cho'qim unaytu. Ha, ma'qul. Bova, ma'u sumkini o'g'lingizga berib qo'yamsiz.
Van boshliq shundoq degach bir so'mkini bovoyiga sundi. Bovoy so'mkini silab baqqandan keyin beshini chayqadi. Yo'q bolam, buni olmayman. Bova, bu yomon narsa emas. Shundoqdimi olmayman? Bova, o'tinib qolay. Ammisili bo'lmaydi. Әмісі бұны оғламның өйізге қап қойсыңыз олам тіке. Оңтырап тіксім ақма, яға чишіктің кесіңіз бұты. Biz bovay ko'rsatgan tarafga qarab bir uyni ko'rdik. Uyning eshigi ochiq edi. Biz bovaydan yana bir qitim ruxsat olgandan keyin heliqi uyga kirdik. Uy ichi intayin qalaymaqan rassiz edi. Shundaqla uyning temining nurg'un yeriga qo'ziqdak yo'g'on mixlar qiqib qo'yilgan bo'lib, u yer bu yerga qalaymaqan narsalar esib qo'yilgan edi. Rostdan desam, to'lim mix qiqilib o'tmi to'shik bo'lib ketgan bu tomga qarab baklik ichim og'rib ketdi. Voy bechora jonivor. Nima degan ko'p yerini teshiyotgan ha? Cho'chakni jiq o'qib ketgan bolami bu? Bekor turmay tom teshiydigan desa? Mau tiziyotgan eski tuskinlarchi o'taqi. Bu eski tuska emas. Buning hammasi-chu qadimiy go'har. Ha? Men hayron bo'lib Van boshliqqa qaradim. Van boshliq derazaga tikilib qarab turadi. Men mo Van boshliq qaragan yerga qarab, qasmoq tanga, ustixon pichoq, dodlashib, nima ishkanligini aniq farq etgili bo'lmaydigan nurg'un narsalarni ko'rdim. Bu odam ham qiziq, ham g'alit odamkan desa. Van boshliq ajablangan bo'lsa kerak. So'mkini karvat ustiga qo'yib, uyning hamma yerini suratga tortib oldi. Ondan menga dedi: "Yuring, chiqib ketaylik." Ha? Mushundaqlimi? Ha. So'mkini qo'yib qo'ydim. Lekin bular qadimiy go'har bo'lsa, ep chiqib ketmamdi-ku. Ha, eng yaxshisi u odamning narsalariga chiqilmayli. Lekin bu u odamning narsasi emas. Bilishimcha, qadimiy yodgorliklar davlat go'hari bo'ladi-ku deyman. Shundoq. Lekin ochiq-oshkora saqlig'ini qaraganda yomon niyat yo'q. U kishi kelganda obdaroq paranglashib baqsaq bo'ladi emasmi? Yoki bo'lmasa bo'sidan so'rab boqamiz. Maylamsa. Biz qaytib chiqdik. Men ichimda boyiqi narsalardan birarni ilib, yonchig'imga solmaganligimdan afsuslanib qoldim. Biz uydan qaytib chiqqandan keyin Van boshliq Eliqi bovayning qishig'i kelib eg'iz ochdi. Ha, bova. Uy ichida bir mo'ncha narsalar turamdi nima? Ha, bolam, shu u narsalarni shahardan chiqqan kadrlar olib kelibdi. Qandoq kadr? Men bilmayman qolang bolam. Lekin shu sizga o'xshatgan kadr ekan-ina. Van boshliq shundoqmi degan ma'noda beshini lingshitgandan keyin bovayning yinidan sal yiroqroq bir joyga kelib, ahvolni yuqoriga doklab qildi. Ondan yuqorining xotindagi xizmatdoshlar orqali bu ishni surishtirib, javobini berishini talab qildi. Biz 2-3 soat atrofida saqlagandan keyin ma'lum biraylan bizga telefon qaytirib dedi. Yaxshimi? Van yo'ldoshmisiz? Ha, men shu. Men Chuli. O'ylamabdiman, siz hozirmi meni nazorat qilyapsiz? Van boshliqning chiroyidan hayronlik ifodasi aks etdi. Orqadilla bir narsa esiga kelgandek chiroyiga kulki yugurib telefon qilgan odamdan so'radi. Siz savodishim Chulimi? Men shu. Savoddash Vangan. Gerçi her qaysi xizmatlarni sizdek yaxshi ishlab, davlatimizda go'har sifat nomini qoldirmagan bo'lsam-mu, xotanda bir kishilik o'rnini joriy qildirib, davlat uchun bir kishilik to'kbimni qo'shyapman. Van yo'ldosh, burunmi meni ko'p izoga qo'yatdingiz. Hozirmi xili bo'sh kelmayapsizmi? Voy, nimalarni deydigansiz deyman. Men qachon sizni izoh qo'yibdiman? Sizga desam, Matto'xti Matquvon ismli bu odam bek yaxshi kishi. Uningdan gumonlanib qolgan ko'patga kirib olib, mening adabimni berib berishinglarning hojati yo'qdi. U kishi har yili nurg'un qimmatli go'harlarni hukumatga topshirdi. Shundaqla bir tinmo haq olmaydi. Men bu ishni burunla yuqoriga doklad qilib bo'lgan. Shundaqdimi fursat bo'lsa, Xotan shahriga kelsangiz, sizga obdan tushuntirib qo'yaman. Tushunishlik bo'ldimi? Tushunishlik bo'lgan bo'lsa, ishning tafsilotini uqmay turib, idora rahbarligiga odam chiqishtirman. Men qachon sizni idora rahbarligiga chiqibdiman? Siz ma'qul. Xo'shamsa. Eliqi odam telefonni qo'yib etdi.
u telefonni qo'yayotgandan keyin Van boshliq o'pkidek qizdirib nechtal tamakini ulab chekishga boshladi. Telefon qilgan kimkan u? Ilgari men bilan birga o'qigan bir do'stim. U bizni o'zin chiqishtirgan o'xshaydi deb qolgan chig'i. Bo'ptila, chag'andi ko'ngilni elib olaman. Amisi u guharlacho. U odamning hamma ish izlaridan hukumatning to'liq xabari bor ekan. Menga kelgan uchurda bu kishini bak maqtab ketdi. Texi Bejondan necha qitim taklif qilibmi akalanmagan odam debdi. Shuningga qaraganda u biz bilan birga berishga qo'shilsa, bu qitimki safarimiz xeli ma'nilik bo'ladigan o'xshaydi. Biz shundoq paranglashib, bovoy bilan xo'shlashib, ko'pchilikning yiniga qaytib keldik. Qaytib kelishimizga Saidi degan qerining eg'izi echildi. Man qaylaslavkum, mashkilarni g'arbga nom akilish ketdimiki deb mavqimizdan yomon ansirab ketdim jima. Nom akilishga mansaq mendan ansirmay, nemishqa Kamoljondan ansiraydilar. Mavqimizcha tangsingdek chiroyli bo'lgankan, bir jin alvasti yevitishi aniqdaymi? Ularning gapini anglamasqa silib, jim o'ltirib oldim. Saidi mening gap qilmaganimni ko'rib, yana mening tishimga tegishga boshladi. Mavqimizni birabjimi qo'rqitdim nima? Jab un chiqmaydi ya buning. Hey, sizlar nimishqa men bilan qolalar, ha? Dedim g'ufkim, men sizlarga amroq. Lekin men sizlarga uncha amroq emas. Mushkullar bor-ku. Sizlarni qumliqdan chiqolmay, ulab ketgan deb tilaydiganlik qoldim. Hay. Safarga chiqadigan chog'da bundoq gaplarni deyishmayli. Van boshliq shundoq degash, mening muramga yenikkini urib qo'ydi. Ondan yanchog'idan bir tal tamakini ilib, menga sung'ash dedi. Ig'ramoqchi mavqam. Bu odam sizga bak amroq. Shunga siz bilan mushundoq hapilishib qo'ydi. Kim biladi, keyingi kunlarda qalbingizda o'chmas izlarni qoldiramdi texi. Men ortiq gap qilmay tamakamni chekishga boshladim. Oninggacha taraq qilgan ovoz chiqib, yenimizdagi mashinaning eshigi ochilib, mashindan shu professor tushdi. Ondan hammaylar jam bo'lgandan keyin Van boshliq qisqa qilib plan tuzishga boshladi. Yo'ldoshlar, baya men bizning yangi amroyimiz Matto'xti Matquvonning surishtisini qildim. Darvaqa odatga odam emaskan. Yuqorining ta'minlagan uchurga asoslanganda, ilgari bu odam mush joydagi xizmatlarga mas'ul. Men bilan birga o'qigan savodtishim cho'li boshchiligidagi qidirib tekshirish atirtini boshlab, 3 qitim qumliqqa kirib ekan. Har qitim zo'r natijalarga erishibdi. Ya'ni kelib har yili nurg'un go'harlarni davlatga topshirib turadigan odam ekan. Shundaqla yuqoridan bu odamni 3 qitim Bejon taklif qilibmi, akalanmabdi ekan. Shunga biz 1 yil saqlasaqmi, cho'qim uni opirishimiz kerak. Qarshi fikringlar bo'lmasa, u kelgandan keyin yo'lga chiqsaq demakchiman. Qandaq? Ojon, Matto'xti Matquvon dedingizmi? Voy, mushuning hammasi bir odamning ismimikan ya? Tasli qapti 12 maqomni ism qilib qo'yg'ila. Voy, Saydaxon, tapmaydigan gaplar yo'q aslining. Bilasizmi, xotanda shundoq uzun ism qo'ydi. Biz qumliqqa kirgandan keyin dastlabki planimiz bo'yicha Kamoljon degan yerlarni topamizaqmi, quruq qo'l qaytib chiqmaydiganligimizga ko'zim yetdi. Nemishqa bundoq deysan deyishim mumkin. Eliq yangi amroyimiz nurg'un joylarni biladigandek qiladi. Shunga bu qitimliq safarimizda xeli cho'ng umid bor. Shunda o'sig'i obdan bo'ladi. Shunda qilib, hammaylar davomli saqlaydigan bo'lishib, mashinaga chiqib aram oldik. O'ylamagan yerdan Matto'xti Matquvon degan odam bizni yana 15 kun saqlatgandan keyin aram deganda mahallaga kelganligini angladik. Biz maslahatlashib, shu professor bilan Van boshliq ikkaylan Matquvonning uyiga bordik. Qolganlar mush yerda saqlab turadigan bo'ldik. Van boshliq bilan shu professor ketib, uzoqqa qolmayli qaytib keldi. O odam qana, kammabdi-ku. Biz bilan birga bormamdikan. Dastlabda o'nimag'anti. Keyin biz bak chang turib oldik. Ondan ma'qul dedi. Amisa ajab kammabdi-ku. Uydagi narsalarni hukumatga topshirib berib, ondan kelaman deydi. Bo'pti, saqlab turaylik. Voy, yana saqlamdiq.
xotin kishidek azmisini izib ajab to'yg'az deya adamni. Ömrümde moşundaq azmisini izdiğanlı bilen en xoşam yo'q demenin. Biz amalsiz yana saqlashga majbur bo'ldik. Vaqt bakmu tasti o'tib, oxiri kashf bo'lganda, ilqi kishining yiroqdan kelayotgan gavdasi ko'rinishga boshladi. Ha, ana. O'sha odam shu. Keldi. Van boshliq yiroqdan biz tarafga qarab kelayotgan bir odamni ko'rsatib, hayajonlanib ketdi. Kelayotgan odamga tafsili qarab chiqdim. Bastlik. Uzun chechi paqpayib ketgan. Shundaqla qovul ko'rindigan mursiga eski choponni yepinchi qilib yepib olgan. Bir qarashqa xuddi qalandargili o'xshaydigan kishi edi. O kishi yenimizga kelgan chaqda Van boshliq avvalqidakla hayajon ilkida uni tanishtirishga boshladi. Ko'pchilik, sizlarga tanishtirib qo'yay. Bu yoq Matto'xti Matquvon. Bizning yangi qo'shilgan hamrohimiz bo'ladi. Men sizlar gapini qilgan. Ma qaysa? Ba ismlari yaman bek uzunkan. Matquvon debla atayla.